Shukrona qizim. Shukrona qizim. Yaxshi o'qiydi. Ha. Vaqtida ovqatlangan. Vaqtida ovqatlangan qizim. Xafalar. Yaxshi o'qigin. Xayr qizim. Xayr. Ey qiz, qalaysan? Isming nima? Konfet yeysanmi? Rahmat. Ola qo'l zo'r konfet. Rahmat. Вообще. Yo'q, rostdanmi? Assalomu alaykum opa. Hozir Konfetingiz to'xtab bormi? ko'raman, hozir to'xtab ko'raman. Nima deding? Konfetingiz bormi opa? Konfetim bor. Faqat endi uni pulga sotaman. Necha pul? 50 ming. Aqlli qiz bo'lgin. Tushlik qilyapsanmi o'z vaqtida? Ha. Ma qizim. Kerakli narsani olib yegan, xo'pmi? Yaxshi o'qigin. Oyi, menga ko'proq pul bering, yetmayapti. Nima olmoqchisan qizim? Konfet olmoqchiman, yetmay qoldi. Yaxshi. Faqat ko'p konfet yemagan. Maylimi? Yaxshi o'qi Apoyim. qizim. Mayli. Olib Apoyim. ketgani kelaman darsingni bo'lgandan. Yaxshi bor. Hamma tayyorlanib keldimi? 300 million transportga qo'yganmiz. Transport, Transport qo'yilgan. hamma xarajatlar Toshkentga kelish alohida, Toshkent Samarqand Buxoro yo'nalishi alohida qo'yganmiz. Biletlarni alohida. ular ro'yxati Bor, tasdiqlangan. Ular tasdiqlangan. Oldindan berishadi, shunga qarab biz 5 nima ekan bu? kichkina detalgacha hammasiga e'tibor berib albatta. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Bandidim. Bir pas turib qo'ng'iroq qilsa maylimi? Keling, kim tayyor? Qani Shukrona qizimizdan so'raymiz. Shukrona, ket. So'rayman, kofe break bilan ovqatlanish necha kun bo'ladi, necha mahal bo'ladi? Shuni tasdiqlab bersangiz bo'ladi. Hoppa. Shukrona, senga aytmayman. Shukrona dedim. Labba eshitaman sizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shukrona haqida gaplashmoqchi edim. Shukronaga nima qildi? Shukronada jiddiy o'zgarishlar kuzatilyapti. O'zgarish? Qanaqasiga? O'zini boshqacha tutyapti. Kechirasiz. Bandidim. Sizga uyga borganda o'zim qo'ng'iroq qilaman kechqurun maylimi? Shukrona, tur o'rningdan. Shukrona. Xo'sh, davom etamizmi? Xo'p, yakuniy ro'yxatni bersanglar, kofe break bilan ovqatlanishni tasdiqlab berasizlar va ishtirokga olamiz. Yur, Shukrona o'ynaymiz. O'ynamayman. Rahmat opa.
Yaxshi. Bilan eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Shukrona o'qituvchisi bo'laman. Ha, tanidim. To'g'risi, qanday aytishga ham hayronman. Nima gap, tinchlikmi? Shukrona psixotrop modda iste'mol qilib yurgani aniqlandi. Nima dedingiz? Tushunmadim. Shukronadagi o'zgarishlar haqida sizga avval ham aytgan edim, lekin Qanaqasiga bo'lishi mumkin emas. Qanaqa psixotrop modda? Anglashmovchilik bo'lsa kerak bu. afsuski borasiz. Hazillashyapsizmi? Hozir yetib boraman. Yo'q, ovqat yemaysiz, boyisiz, konfet yeyman. Rahmat oyi. Rahmat oyi. Hammasi joyidami? Tinchlikmi? Yomon emas. Imkon qadar tezroq haydang. Ushbu dalolatnoma orqali sizga shuni yozib ma'lum qilaman. Taxminan soat 11:30larda tanishida bo'lgan sintetik dori sotib oladi. Natijada ushbu dori vositasiga bog'lanib qoladi. Bu dalolatnoma xolislar ishtirokida tuzildi va baland ovozda o'qib eshittirildi. Hech qanday e'tiroz va shikoyatlar bo'lmadi. Assalomu alaykum o'rta polkovnik, Shayxontohur tumani katta inspektor psixolog kapitan Rahmonov. Ruxsat eting, bizda holat aniqlandi. Kiring, marhamat. Hisobli o'rta polkovnik, aniqlangan holat bo'yicha fuqarolar olib kelindi. Hurmatli ota-onalar, holat bo'yicha mana ma'lumotga ega bo'ldim. Tegishli hujjatlar bilan tegishli organlarga yuboramiz. Chora ko'riladi, shundoq qolmaydi bu ish. Nahotki shunga bilmagan bo'lsangiz, uyingizga ortiqcha pul olib kelyapti, ustiga qanaqadir kiyimlar olyapti. Qanaqa o'zgarish bo'ldi bu holatda? Dadasi bilan ishlab pul topamiz deb bu qizimga savani qilmay qolibmiz, lekin uyda hech ham biron narsadan kamchiligi bo'lmasdi bu qizimni. Sen qanday qilib hadding siqdi qizim? Qanday qilib? Axir o'zingga ham singling bor-ku. Bir qipragim bu qizga. Ko'z oldingga singling bo'lib ko'rmadimmi shu qiz? Qanaqa hadding siqdi seni? Keling opa, urushmaymiz. Qizimizda ham qanaqadir o'zgarishlar, ruhiy holatida buzilish holati bo'lmasin. Ikkita yoshimiz bilan ham sizlar ishtirokingizda psixologlarimiz ishlaydi. Xudo xolasa bu holat boshqa takrorlanmaydi menimcha. Lekin bitta narsani to'g'ri tushuning, hurmatli ota-onalar, shu xatti-harakat jinoyatligini yoki huquqbuzarligini bilmaslik, ya'ni qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi.
Qadrli ota-onalar, ogoh bo'ling. Dahshatga soluvchi ushbu ma'lumot orasida sizning bolangiz bo'lmasligiga ishonchingiz komilmi? Statistik raqamlarda bizning, sizning dilbandingiz qayd etilmasligi uchun farzandingizga yetarlicha e'tibor qaratyapsizmi?